Sokinlikdan kuch topadigan qalblar uchun. Faryod asari 13-qism. Men o'ylab ko'rishga ko'ndirdim va ular bilan xayrlashib uyga ketdim. G'aribona kulbamga kelgach, negaligini bilmayman, Naimbeyga qo'ng'iroq qildim. Men Feriyaning holidan xavotir olayotgandim. Uni birinchi marta ko'rganimda menga nimadir ta'sir qilayotganini his qildim. Avvaliga unda onamdan bir parcha yodgor borligidan deb o'yladim. Boshqa bemorlardan ham ayni shunday xavotir olardim. Lekin unda boshqa narsa bor edi. Uni yana bir bor ko'rishni xayol qilarkanman, Naimbeydan qayg'uli xabarni eshitdim. Men uning shifoxonadan chiqadigan kunini kutayotgandim. Uni ziyorat qilish uchun bormoqchi edim. Chiqishidan bir kun oldin u onasi va otasidan ajrab qolibdi. Bu ne taqdir? Yillar davomida o'zi uchun kurashgan bu yosh qiz endi bir umr etagidan qo'yib yubormaydigan dard bilan yashashga mahkum edi. Ota-ona hasratini chekardi. Feriya qay holatda ekan, kim bilsin. Uni ko'rishni istadim. Hozir uni mendek tushunadigan boshqa inson yo'qdek tuyuldi. Eng qiyin damda yonida bo'lishni xohladim. Ammo uni bu ahvolda ko'rishga ham chiday olmasdim. Bir onda ham otasini, ham onasini yo'qotgan xasta qizning ahvoli ne ham bo'lardi. Shifoxonaga borib dardiga, azoblariga sherik bo'lishni xohladim. Onamning qayg'usi bilan yashar ekanman. Kelajakda sevib qoladigan bu yosh qizning oilasidan judo bo'lishi bilan ikkinchi marta hayotning og'ir zarbasini yegandim. Shifoxonaga bordim. Uning yoniga kirishni istadim. Eshik kiraverishida Feriyaning ovozini eshitdim. U dod solib yig'lardi. Yuragim ham o'zimning, ham uning dardiga achib og'rirdi. Uning yonida yaqini bor, xona gavjum edi. Shuning uchunmi men u yerga borishga botin olmadim. U bilan bir necha kundan keyin onasining qabri yonida gaplashish imkoniga ega bo'ldim. Unga yaqinlashdim. Yig'layotganda qo'lidan ushlab dalda bermoqchi bo'ldim. Lekin buni qila olmadim. Bunga jur'atim yetmadi. U bir zum hayrat bilan menga tikildi. Men esa salom deya gap boshladim. U xuddi shunday javob berdi. Qo'llarimni qo'yadigan joy qidirardim. Nima deyishni bilmay qolgandim. Dardimiz bir xil ekanini endi anglab yetgandek ko'zlarimga tikildi. Ichi parcha-parcha bo'lgandi. Ota-onasining qabri ustidagi gullarni sug'orib, tuprog'idan olib o'pdi. Himoyachi farishtalarim, meni abadiyatda kutinglar, dedi. Biz birga qabristonni tark etdik. 3-qism. Ba'zan barcha eshiklar biz uchun yopilganini, bu hayotda yashash va baxtli bo'lishga sabab qolmaganini tushunib yetganimizda, aslida hayot bizga qanday kutilmagan tasodiflar tayyorlab qo'yganini bilmay yashaymiz. O'zimizni quduqda kabi his etamiz. Feriya va Demir uchun ham hayot ayni shu nuqtada kesishgan edi. Zotan inson chuqurlikka tushmaguncha yuqoriga intilmaydi. Ikkisi ham tugadi degan payt yangi bir umid unib chiqayotgandi. Boshda o'zlari payqamagan bo'lsalar ham. Demirning onasi ham, Feriyaning ota-onasi ham bitta qabristonga dafn qilindi. Asosan ikkalasi birga qabristonga kelar, yaqinlari bilan gaplashib, sog'inchlarini eritishga urinardi. Shu voqealardan keyin birga vaqt o'tkazadigan bo'lishdi. Shu qisqa vaqt bir-birlarini yaqindan tanishga yetarli fursat bo'ldi. Demir shu kungacha unga nisbatan chuqur yaqinlik hissini tuygandi. Boshda onasidan bir parcha ko'tarib yurgani va o'xshash uqubatlarni boshdan kechirgani uchun qizni ko'rishni xohlayapman deb o'yladi. Vaqt topdi deguncha Feriyaning yoniga oshiqardi. Ikki yarali qalb bir-birining dardiga malham bo'lardi. Demir esa ma'lum muddat uchrashuvlardan keyin Feriyani ko'rganida ichi huzurga to'lishini anglab yetdi. O'zini doim uni o'ylayotgan holda topardi. Boshda xayollarga cho'mishi uni baxtiyor qilar, ammo vaqt o'tishi bilan ich-ichidan ezilardi ham.
Feriyaga qalbidagi tuyg'ularni oshkor qilishni istardi. O'zimcha nimalarni xayol qilyapman, tuyg'ularimning u uchun umuman ahamiyati bo'lmasa-chi deb o'ziga sitam qilardi. Feriyaning hozirgi qiyin kunlarida unga joy bormi? Hayot tashvishlari ichida qalbida tuyg'uni safsata va ortiqcha deb bilmaydimi? Agar shunday deb o'ylashda davom etsa, Feriyani yo'qotish ehtimoli ich-etini kemiradi. Chunki Feriya suyanishi mumkin bo'lgan yagona insoniga aylangandi. Uni yo'qotish alamning achchiq ta'mini yana bir bor torttirishi aniq. Undan ayrilgandan ko'ra yuragining chitir-chitir jizg'anak bo'lib yonishini afzal ko'rardi. Har qanday vaziyatda qizning yonida bo'lar, ammo tuyg'ularini oshkor qilmaslikka qaror qilgan edi. Feriya ham u kabi ilg'ab bo'lmas tuyg'ular iskanjasida qoldi. Demirdan farqli o'laroq o'zini hammadan uzoq tutardi. Demirga to'sqinlik qilayotgan ham aynan shu kabi harakatlar edi. Aslida Feriya Demirga yana ham yaqinroq bo'lishni istaydi. Kutganidek bo'lmagani uchun sovuq muomala qilardi. Ilk qadamni o'zi tashlashni o'ylaganida aybdorlik his etar, o'zidan jahli chiqardi. Axir ota-onasidan judo bo'lgandi. Ularning a'zosini bir umr tutishga, tabassum qilmaslikka doir o'z-o'ziga so'z berarkan, bir tomonda begona yigitning xayollari bilan yashardi. Ikkisining qalbida dovullar jo'sh urishiga qaramay, buncha dard girdobida baxtli bo'lishni o'zlariga munosib ko'rmas, bunga haqlari yo'qdek tutishardi. Aslida hammadan ko'ra ular baxtli bo'lishga, sevgi muhabbatga ehtiyoji bor edi. Navbatdagi qabriston ziyoratidan so'ng birga sayr qilishga qaror qilishdi. Biroz yurgach, Feriya mushukchalarni ko'rib, ularni quchoqlay ketdi. Demir esa ro'paradagi do'konga borib, qo'lida mushuklar uchun yegulik bilan qaytdi. Mushukchalar ishtaha bilan yemishlarni yerkan, ular ham shu yerdagi o'rindiqqa o'tirib suhbatlashdi. 10 daqiqalik suhbatdan keyin bugungi uchrashuv nihoyasiga yetdi. Feriya doimgidek qo'li bilan bo'ynidagi taqinchoqni sarmalay boshladi. Keyin ota-onasi tug'ilgan kunida hadya qilgan tumorning bo'ynida yo'qligini sezdi. Oldin atrofiga ko'z tashladi. Yo'q, topa olmadi. Yig'lay boshladi. "Yo Allohim, bu qanday bo'ldi? Qayerga tushirib qo'ydim?" "Nima bo'ldi? Nimani tushirding?" "Ulardan qolgan yagona omonatimni yo'qotib qo'ydim." "Tinchlan Feriya, topamiz." Demir o'zlari o'tirgan o'rindiq atrofini izlay boshladi. Shu yerda bo'lishi kerak, chunki qabristonda bo'ynida turganiga ko'zi tushgandi. Xayoliga mushuklar keldi. Shu tomonga chopa ketdi. Mushukchalar ham qo'rqib u yerdan qochib ketdi. Ancha qidirgach, yerda porlayotgan narsaga ko'zi tushdi. U qo'lida Feriya deb yozilgan taqinchoq bilan qaytib keldi. Feriya quvonchidan ichiga sig'may, o'zi ham bilmay Demirni quchoqlab oldi, yig'ladi. "Qanchalik minnatdor bo'lsam ham oz." Demir Feriyadan bunday harakatni kutmagani uchun turgan joyidan jilmay qolaverdi. Hayajon ichida qoldi. Feriya uning yurak urishini eshitib qolishidan qo'rqdi. Feriyaning vahimasi bosilgach, Demirni bag'riga bosib olganini payqadi. Hayajondan nima deyishni ham, nima qilishni ham bilmay bir muddat jim turib qoldi. "Haligi aybga buyurmaysan, topilganiga quvonchim ichimga sig'madi." "Hijolat bo'lma, Feriya, tinchlan iltimos." Demir o'zini hijolat his qildi. Feriya taqinchog'ini taqib olgach, boshqa bir kun ko'rishish bahonasi bilan ikki tomonga ayrilishdi. Feriya yong'indan keyin ota-onasining joni uzilgan o'sha uyni ko'rishga jur'at eta olmasdi. Zahro xola ularga oid barcha shaxsiy buyumlarni begona qilmasdan o'zi sotib oldi. Ota-onasining narsalarini, oilaviy albomini, otasiga va o'ziga tegishli bo'lgan kitoblarni esa o'zi bilan olib ketdi. Qolgan va shikast yetmagan uy ro'zg'or buyumlarini muhtojlarga tarqatib yuborishdi. Feriya va akasi uyni yangidan ta'mirlatishdi. Ular bu uyda boshqa yashashni xohlashmadi.
Akasi ikkalasi birgalikda qaror qabul qilishdi. Ta'mirlash tugagach, uyni sotib, tushgan mablag'ni xayriya tashkilotiga berishadi. Feriya akasi bilan yashay boshladi. Biroq hech kimga ortiqcha yuk bo'lishni istamaydi. U yolg'iz yashashi ham mumkin. Buni akasiga aytganida Semih xafa bo'lib, ota-onamdan menga qolgan yagona yodgorimsan. Bunday o'ylashingni xohlamayman, dedi. Seni yangasi ham bu gapni eshitgach, dili xira bo'ldi. Feriyani qarshisiga olib, sen tuzalding, chiroyli qizsan, kun kelib oila qurasan. Seni hammadan ko'p sevib, qadrlaydigan insonni uchratasan. Ungacha yonimizda, biz bilan qolishingni istaymiz, dedi. Yangasi Demirning unga bo'lgan hislaridan xabardor va Feriyaning ham unga nisbatan hislari borligini sezardi. Feriyaning hozir bu tuyg'ularni qabul qila olmasligini ham biladi. Seni nimalarnidir payqab yurganini bildirmoqchi emas. Barini vaqtga qo'yib berdi. Shuning uchun ham sukut saqlaydi. Seni Feriya uchun xursand. Undagi ijobiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashda davom etardi. Demir esa ichidagi mantiqsiz tuyg'ular sarosimasi tufayli Feriyaga yetarlicha e'tibor berolmayapman deb o'ylaydi. Unga qolsa har kuni Feriyani so'lim joylarga olib borib, Istanbulning betakror keng makonlarini ko'rsatishni istaydi. U Feriyaning go'zalligiga oshno bo'lishni, uning ma'yus ko'zlariga g'arq bo'lishni xohlaydi. Har safar unga qarab kuch va jasorat oladi. Ha, o'zi sezmagan holda unga ko'ngil qo'ygandi. Bu sevgini nigoh bilan mustahkamlash esa uning eng katta orzularidan biri. Feriyadan tashqari uning har kuni g'amxo'rlik qilishi kerak bo'lgan yana boshqa bir insoni, Elif bor. Uni e'tiborsiz qoldirmaslikka, har kuni uni ko'rgani borishga harakat qiladi. Ora-orada Feriya bilan ko'rishadigan bo'lsa, Elifni ham o'zi bilan olib ketadi. Feriya ham uni juda yaxshi ko'radi. Elif ham uni qanchalik yaxshi ko'rib qolganini his qiladi. Faqat insonga bo'lgan sevgisini izhor qila olish butunlay boshqacha tuyg'u. Demir Elifni uyiga olib bordi. Otasi va Sulton xonimga Elifning bugun o'zi bilan qolishini, ertaga uyiga olib kelishni aytdi. Elif akasining oldiga borganida odatdagidan-da sevinchi ichiga sig'masdi. U Demirning barcha harakatlarini hayrat bilan kuzatadi. Akasi uning uchun ertaklardagi super qahramonlardan farq qilmaydi. Uyga kelgach stolga o'tirdi va odatdagidek birinchi navbatda qalamlarni oldi. Akasi uning iqtidorini payqagach, rasm chizish uchun qalam, daftar va boshqa kerakli anjomlarni sotib olgandi. Qizni yoshi va darajasiga mos bo'lgan rassomlik to'garaklarga yozdirgan, u o'z his-tuyg'ularini va fikrlarini chizgan rasmlari orqali osongina ifoda etardi. Demir o'zining sevimli taomi, go'shtli kotlet va kartoshka pishirish uchun oshxonaga kirdi. Ovqat pishirarkan, vaqti bilan kelib, uni tekshirib turdi. Lekin nima chizayotganini ko'ra olmadi. Yeguliklar pishgach, uning oldiga bordi. Elif chizgan rasmni ko'rib hayron bo'ldi. U Feriyani chizgandi. Demir singlisi aynan Feriyani tanlaganidan va uni mukammal qilib chizganidan hayratda qoldi. Elif rasmni shunchalik aniq va chiroyli chizgan ediki, hatto 20 metr uzoqdan ham bu Feriyaning naq o'zi ekanligi aniq ko'rinardi. Demir ofaring dedi va shunday ajoyib rasmni yaratgani uchun singlisini bag'riga bosdi. So'ng ovqatlanishga o'tirishdi. Singlisi ulkan iste'dod sohibi ekanligi, agar unga to'g'ri yo'nalish berilsa, kelajakda mashhur rassom bo'lish haqida o'yladi. Katta bo'lganida uni dunyo tanigan mo'yqalam ustasi o'laroq ko'rishni xayol qildi. Demak, o'zidan tashqari Feriyaga oshiq yana bitta inson bor. Demir bundan faqatgina ulkan quvonch tuydi. Agar Elif ham uni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, to'g'ri yo'lda ekan. To'g'ri insonga ko'ngil qo'ygan ekan. Elif, bu juda chiroyli rasm bo'libdi. Kim uchun chizding? Feriya opam uchun chizdim. Ertaga ikkimiz buni Feriya opangga ko'rsatishga olib boramizmi? Mayli, boramiz.
Hozir ovqatlanadigan vaqt. Ovqatimizni qoldirmasdan yeylikki, bundan ham chiroyli rasmlar chizishingga kuch bo'lsin. Garchi chizishing uchun Feriyadan go'zal narsa bo'lmasa ham. Elif akasining yuziga jilmayib qaradi. Ishtaha bilan akasi pishirgan ovqatlarni yedi. Shu vaqt akasiga savol berdi. Narmina uyga endi boshqa kelmaydimi? Kelmaydi, Elif. Sizni sog'inayotgan bo'lsa kerak. Sog'inayotgandir. Men ham uni juda sog'indim, aka. U ham seni juda sog'inganiga aminman, Elif. U doim biz bilan, doim qalbimizda yashaydi. Bizni samolardan kuzatib turadi. U bizni ko'ra oladi. Biz esa uni his qilamiz. Men ham uni ko'raman, Demir aka. Qanaqasiga? Uxlagan vaqtimda uni ko'raman. Sizni ham ko'raman. Narminoyim sizga nimadir uzatadi. Doim shu holatni ko'raman. Ba'zan sevimli insonlarimiz yonimizda bo'lmagani uchun Alloh ularni sog'inganimizni bilganidan shu tarzda ko'rishishimizga imkon beradi. Tush ko'ramiz. Shu sabab chehralarini unutmaymiz. Xuddi ertaklardagidekmi? Shunday desa ham bo'ladi. Ovqatlanib bo'lgach singlisiga kitob o'qib berdi. Elif akasidan ertak aytib berishni iltimos qildi. Biroz o'ylab turgach xayoliga shu ertak keldi va ayta boshladi. Qadim o'tgan zamonlarda katta o'rmon chekkasida Hansel va Gretel ismli bolalar bor. Qari va faqir o'tinchi yashagan ekan. Bir kuni bu bolalar o'gay onalari bilan birga o'rmon ichkarisiga kirib ketishibdi. Yeyishga hech vaqosi bo'lmaganidan otasi va o'gay onasi bolalarni shu yerga tashlab ketishadi. Bolalar uyga boradigan yo'lni topa olishmaydi. Shu vaqt oldilaridan shirinlikdan yasalgan uy chiqibdi. Ikkalasi ham haligi uyni yeya boshlabdi. Ichkarida esa zulmkor jodugar yashar ekan. Ularni qo'lga olib, yeyishni istabdi. Faqat vaziyatni anglagan bolalar reja tuzishadi va jodugardan qutulishadi. Bolalar uyga ketish uchun yo'lga tushishibdi va nihoyat topishibdi. O'gay onasi otasini tashlab ketgan ekan. Ota esa bolalarga yetishganidan xursand bo'libdi. Ular birga murod va maqsadlariga yetishibdi. Elif uxlab qoldi. Demir uni o'z xonasiga olib borib, o'zi ham uning yonida uyquga ketdi. Ertalab tong sahardan uyg'onib, nonushta tayyorlay boshladi. Elifga quymoq tayyorlab, uni uyg'otdi. Nonushtadan keyin Demir Feriyaga qo'ng'iroq qilib, Elif uni ko'rishni istayotganini aytdi. Feriya buni eshitib juda sevindi. Men ham uni juda sog'indim. Unda birga shirinlik yegani boraylik. U shirinlik yeydi. Biz ham bir finjon choy ustida suhbatlashamiz, dedi. Har safar biz so'zini eshitganda Demir tobora hayajonlanar, quvonchi ichiga sig'masdi. Birga uydan chiqishdi. Feriya aytgan manzilga undan oldin yetib borishdi. Haqiqatdan go'zal va shinam makon tanlagan ekan. Deraza yoniga atrof ko'rinadigan yorug' joyga borib o'tirishdi. Devorlarda rang-barang gullar solingan tuvaklar osilib turardi. Taxminan 15 daqiqalarda Feriya kirib keldi. Uning ma'sum chehrasi yorug'. Demir uning ko'zlariga termilib qoldi. Keyin o'tirgan joyidan sapchib turdi. Xush kelibsan, Feriya. Xush ko'rdik, Demir. Feriya ham o'zini hayajonidan bazur tutib turardi. Demirni ko'rishi bilan ko'zi porladi. Salomlashdilar. Feriya Elifning yoniga o'tirdi. Elif esa biroz uyatchanlik bilan jilmayib qo'ydi. Demir akasiga qaradi. Akasi ham jilmagach, o'zini bemalol his qildi. Buyurtma qildingizmi? Seni kutdik. Elifning senga sovg'asi bor. Shundaymi? Faryod asari 14-qism. Elif chizgan rasmini stol tagida turgan sumkadan chiqarib, Feriyaning oldiga qo'ydi va uyalgancha akasiga kulib qo'ydi. Feriya Elifning bunday qobiliyati borligini bilmasdi. Shunchalik ta'sirlandiki, oldiniga ko'zlari to'ldi. Keyin yoshlari yanog'iga sizib oqa boshladi.
Bu mehrga loyiq ko'riladigan nima qildi u? Elifning qo'lchalaridan o'pib qo'ydi. Minnatdorman, Elif. Shu vaqtgacha hech kim mening rasmimni chizgan emas. Juda ham chiroyli chiqibdi. Qo'ling dard ko'rmasin. Yuzlarida ufurgan tabassum Demirni ham ich-ichidan sevintirdi. Keyin u ofitsiantni chaqirdi. Elif malinali, Ferya esa shokoladli tort. Demir esa o'ziga bitta choy aytdi. Vaqtning qanchalik tez o'tib ketganini sezmagan bo'lsalar ham kun qorayib qolgandi. 1-2 soat suhbatlashib, keyin u yerdan birga chiqib ketishdi. Feryaning uyi yaqin bo'lgani uchun birinchi uni tashlab qo'yishga qaror qilishdi. Beshiktosh sohil yo'lidan borishni ma'qul ko'rishdi. Havo ham ajoyib. Mashinaning oynasini ochdi. Musaffo dengiz havosi ufurdi. Ferya yuziga yengil ufurayotgan shamoldan to'yib nafas oldi. Kechasi ham betinim shahar edi bu. Bir tomondan yo'l chekkasida pishirilayotgan yong'oqlar hidi, bir tomondan har joydan yangrayotgan musiqa sadolari qulog'iga ohang baxshdek bo'lib eshitildi. Yana boshqa tomonda esa rang-barang chiroqlar Istanbulni kelinchak misol bezantirgan. Bir payt Demirning ko'zi o'ng tomonda simyog'ochga suyanib turgan ayolga tushdi. O'zi ham sezmagan holda mashinani sekinlatdi. Ayolni ko'rar-ko'rmas mashinadan tushdi. "Ehtiyot bo'linglar, tezda qaytaman", deya onaxonning yoniga chopdi. Shu payt ayol yonidagi mashinaga minib, u yerdan uzoqlashdi. Demir ulgura olmagani uchun o'zidan xafa bo'ldi. Mashinalardan chalinayotgan signal ovozini endi eshitdi. Mashinani yo'lning o'rtasiga qoldirgani uchun xuddi boyagi tezlikda ortiga qaytdi. Qizlarning ikkisi ham nima bo'lganini tushunmay qolishdi. Ferya uning yuzida xavotir ifodasini sezdi. Nima bo'ldi ma'nosida unga imo qildi. Demir esa "Bir odamga o'xshatdim. Hozir sizlarning ham kayfiyatingizni buzishni istamayman", dedi. Keyin bu fikrdan voz kechdi. Eng to'g'ri yo'l aytib berish. Xavotir tuyg'usi ortiqcha. Halovatsizlik davom etaveradi. Yo'ldagi ayolni avval uchratgan qari onaxonga o'xshatganini va uning o'zi bo'lishi mumkinligini aytdi. Bolalarning vafoti tufayli es-hushidan ayrilgan qariya onaxonning kurd tilida aytgan gaplari Demirni ta'sirlantirgan edi. Demirni diqqat bilan tinglayotgan Ferya o'zining ota-onasi ham Demirning onasi va haligi ayolning bolalari uchun kuyindi. Bir insonning necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, yaqinidan judo bo'lishi bilan u eski holidagi inson bo'la olmaydi. Avvalgi o'zini topa olmaydi. O'tmish hech qachon shunchaki o'tmishda qolib ketmaydi. O'tmish insonning kelajagiga o'z ta'sirini o'tkazgan holda davom etadi. Ular uchun ham vaziyat xuddi shu zaylda edi. Ammo boshqalarga qaraganda omadliroq edilar. Yaqin insonlarini yo'qotgandilar, biroq bir-birini topishdi. Ferya mashinadan tusharkan, bugungi ajoyib kun va rasm uchun alohida minnatdorlik bildirib, xayrli kech tiladi. Uyi tomon yurarkan orqasiga qayta va qayta qayrilib qaradi. Kun ketidan kun o'tdi. Ferya ham Elifning sovg'asiga munosib javob qaytarishni o'ylab, Demirga qo'ng'iroq qildi. Unga Moviy ismli qushchasi borligini, uni Elifga berishni istayotganini aytdi. Elifning nutqida muammo borligi uchun bu qush bilan suhbatlashishi unga foydali bo'lishini o'yladi. Feryaning bu taklifidan Demir sevindi. Sevgan qizi faqatgina uni emas, oilasidagi barchani birdek mehr bilan qarshilardi axir. Demir go'shakni qo'ygach, xayoliga bir fikr keldi. Yo'q, noto'g'ri tushunishi mumkin deb fikridan voz kechdi. Keyin o'zi bilan o'zi gaplasha boshladi. Xo'sh, nima qiladi uni nonushtaga taklif qilsam? Telefonni olib Feryaga qayta qo'ng'iroq qildi. Birga nonushta qilishni taklif etdi. Ferya taklifdan xursand bo'ldi va qabul qildi. Demir esa ichidan uddaladim deb sevindi. Demir nonushta tayyorlash uchun masalliqlar olgani do'konga ketdi. U chiroyli nonushta dasturxoni yasatishni reja qildi. O'rama pirog uchun yupqa xamir,
pishloq, tuxum, sut, olcha kabi mahsulotlar bilan savatini to'ldirib, uyga yo'l oldi. Borishi bilan mahsulotlarni muzlatgichga joylashtirdi va o'zining ham qorni ochligini his qildi. Kech bo'lishiga qaramay quymoq pishirdi. Bir onda ko'zlari to'ldi. Yutinolmadi. Xayoliga onasi keldi. Uni juda ham sog'indi. Hali ham yolg'iz o'zi ovqatlanishga ko'nika olmayapti. Odatda ko'chada ovqatlanardi. Bu vaziyatga ko'nikib ketish qiyin bo'lyapti. Ovqatini yeb bo'lgach, issiq suvda cho'mildi. Keyin yotog'iga uzanib, qo'liga kitob oldi. Kitob o'qirken ko'zi uyquga ketdi. Feriya ko'zini ochganida soat 8dan 45 daqiqa o'tgan edi. Dush qabul qilib, tayyorgarlik ko'ra boshladi. Kiyim javonini ochib nima kiyishni ancha o'yladi. Oq shim, oq jemfer, qahva rangli nimcha bilan ust-boshini butunladi. Ko'zgu oldiga borib, o'ziga boshdan oyoq razm soldi. Juda oshirib yubordimmi deb o'tkazdi ichidan. Sochlarini nozikkina turmaklagach, biroz pardoz qildi va tayyor bo'ldi. Uni Demirning uyiga yangasi Sena olib borib qo'ydi. Eshik qo'ng'irog'i jiringlashi bilan Demir eshikka hayajon bilan chopdi. Oldin eshik tirqishdan qaradi. Keyin ochdi. Ko'zlar to'qnashdi. Salomlashdilar. Demir uni ichkariga taklif qildi. Feriya ichkariga kirar-kirmas devorda u yoq bu yoqda turgan suratlarga ko'zi tushdi. Rasmlarda Demir bilan o'rta yoshli bir ayol bor edi. Taxmin qilganidek, bu uning hayotini qutqargan ayol Narmin xonim. Rasmlarni yaqindan tomosha qilishni istadi. Uning go'zal ayol bo'lganini ko'rib, suratlardan birini qo'lga oldi. "Minnatdorman", dedi. Demirga ko'z tashlab, yana rasmga qaradi. "Ko'zingiz orqada qolmasin. Omonatingiz omonatimdir", dedi. Narmin ona juda go'zal ayol ekan. Uni ona deyishni istadi. Chunki o'z onasi dunyoga keltirib hayot bergan bo'lsa, Narmin xonim jonidan bir parcha berib, ikkinchi marta yashash baxtini berdi. Ha, onam juda chiroyli ayol edi. Afsuski, taqdir o'zi kabi go'zal bo'lmadi. Narmin onaning xonasini ko'rsam maylimi? Albatta, o'zing uyingdagidek his qilaver. Ular Narmin xonimning xonasiga chiqishdi. Feriya o'zini begonadek his qilmadi. Xonadagi yotoq, javon, gilam, parda, hamma narsa oppoq. Juda huzurbaxsh xona edi. Atrofiga ko'z tashladi. Shu ayol sabab hozir bu hayotda ekanligini o'yladi. Undan umrbod qarzdor. Demir kabi insonni aynan uning vasilasi sabab tanidi. Feriyaning ta'sirlanganini ko'rgan Demir, "Nonushta qilamizmi?" deb so'radi. Feriya qo'l yuvish xonasi qayerdaligini so'radi. Yuz-qo'lini yuvib ichkariga kirdi. Demirning har sohada juda qobiliyatli ekanini bilardi. Ammo chiroyli dasturxon tuzashini xayoliga keltirmagandi. Demirning ko'zlariga boqdi. "Bularning barini sen tayyorladingmi?" "Albatta men tayyorladim. Tashqaridan qaraganda qo'lidan ish kelmaydiganga o'xshaymanmi?" "Men unday demadim. Albatta unday ko'rinmaysan. Ko'zimni qamashtirdi. Nega bunchalik ovora bo'lding? Sen bundan ham ortig'iga loyiqsan. Qo'limdan shu keldi, xolos." Nonushta boshlashdan oldin Elif ham yetib keldi. Uni dadasi olib keldi. Feriya opasining shu yerda ekanligini ko'rib, quvonchdan ichiga sig'madi. Feriya Demirning mehmondo'stligi oldida biroz xijolat tortdi. Elif uchun moviy qushni o'zi bilan olib kelgan edi. Demir va Feriya Elifning moviyga qiziqib qolganini ko'rib, xursand bo'lishdi. Moviy ham Elifdan begonasiramadi. Nonushtadan keyin o'yin o'ynashga qaror qilishdi. Rasmlar jadvali. Demir yozuv taxtasini olib keldi. O'yin sharti shunday edi. Bitta qog'oz tortib, u yerda yozilgan so'zni taxtada rasmini chizib tushuntirish kerak. O'yinni birinchi Feriya boshlaydigan bo'ldi. Birinchi so'z uyga vazifa so'zi. Endi Feriya bu so'zni qanday bo'lmasin tushuntirishi shart. O'qituvchi, o'quvchi, qalam, daftar, maktabni eslatadigan nima bo'lsa barini chizdi. Ammo Demir bilan Elif uyga vazifa so'zini topa olishmadi. Navbat Demirga keldi. Unga sog'inch so'z tushdi.
Demir yurakka o'xshash rasmlar chizib tushuntira boshladi. Elif tinmay qiqirlab kuldi va nihoyat Ferya so'zni topdi va ilk ballni qo'lga kiritdi. So'ngida navbat Elifga keldi. Unga oila so'zi tushdi. Shunchalik ko'zga tashlanadigan rasmlar chizdiki, Feryaning og'zi lang ochildi. Elifning rasm chizishini birinchi marta ko'rdi. Inson suratini maromiga yetkazib chizishini, qalamni to'g'ri ushlashni hayajon bilan kuzatdi. Qo'lni qo'lga bergan ota-ona va oralaridagi bolani ko'rgach, bu so'zni topish mushkul emas edi. Demir va Ferya ikkalasi birdan oila deyishdi. Elif qarsak chalib, qo'lidagi qalamni qo'ydi va ikkalasini birga bo'ynidan quchoqladi. Tuyg'ular junbushga keldi. Uchalasida ham yetishmaydigan nimadir bor. Oila. Oqshom tushgach, Demir ularni uylariga tashlab qo'ydi. Oldiniga Elifni olib bordi. Keyin Ferya bilan yolg'iz qolish uchun sohilga keldi. Uzoq suhbat qurdilar. Keyin dengiz sohilida qumda oyoq yalang yurib kula boshladilar. Feryani uyga olib borish vaqti kelganida undan ayrilishni istamadi. Lekin kech bo'lmasdan uni uyiga eltish kerak. Shu kunlarda havo juda yoqimli. Bahor kelishi bilan shaharning har tomoni gullarga burkanib ketdi. Demirning eng yaqin do'sti Mertning to'yiga tayyorgarlik ishlari ketayotgandi. To'yning o'zidan yugur-yuguri qiziq deyishadi-ku. Mert 2 kundan keyin turmush quradi. Demir hamkasbi, qolaversa yaqin oshnasi sifatida Mertning yonida bo'lishi kerak. Mert Feryani faqat bir marta ko'rgan xolos. U Demirga qanchalik qadrli ekanligini bilgani uchun uning ham to'y oqshomiga kelishini istadi. Buni Demirga aytganida mamnun bo'ldi. Ferya bilan ko'rishishga yana bir qulay fursat paydo bo'ladi. Unga taklif qilinganini aytish uchun Feryaga qo'ng'iroq qildi. Ferya ikkilanib qoldi. U yerda hech kimni tanimasligini, borishga hijolatda ekanligini aytdi. Bu esa Demirning biroz shashtini qaytardi. O'zi uchun kelishni istarkan, Feryadan bunday javob eshitgani dilini xira qildi. Ferya ham tomdan tarasha tushgandek lop etib gapirib qo'yganini sezdi shekilli gapini to'g'riladi. Demirning noto'g'ri xayolga borishni istamadi. Yaqin do'stlari davrasida o'zini begonadek his qilishidan cho'chidi. Oilasidagi vaziyatdan keyin to'y tomosha bilan unchalik ko'ngilga sig'masdi. Go'shakni qo'yishi bilan yangasi xonaga kirdi. Uning to'yiga borishi kerakligini maslahat berdi. Chunki Demir uni kelishni istab taklif qilgani va taklifni yerda qoldirmay borish o'rinli ekanini uqtirdi. Bir necha soatdan keyin Ferya Demirga qo'ng'iroq qilib, u bilan birga borishga rozi ekanligini, boshda unday demoqchi emasligini, faqat notanish insonlar orasida o'zini noqulay sezishini bilgani uchun shunday deganini aytdi. Men seni aslo noqulay ahvolga solishni istamayman. O'zingni notanishdek his qiladigan joylarga seni olib bormayman. O'zingni noqulay sezgan zahoting to'ydan birga chiqamiz. Seni yolg'iz qoldirmayman. Bu so'zlar Feryaning ko'nglini xotirjam qildi. O'zini ishonchli qo'llarda deb bildi. Undan ko'ngli to'q bo'lgani uchun takror qo'ng'iroq qilib to'yga borishini aytdi. Oralarida mustahkam bog' mavjud edi. Shunday mustahkam ediki, boshqa narsaga ularning umuman ehtiyoji yo'q. Na sevgiga to'la jumlalarga va hadyaga boy kunlarga ehtiyoj bor. Bir-birlarining borligi va o'rtadagi ishonchning mustahkamligi qolgan barcha narsani yo'lda qoldirib ketadigan muhabbat sohibi edilar. Ularga shuning o'zi yetarli. Balki bir-birini yana ham yaqindan tanishni istashar. Bir zumlik oshiq-ma'shuq bo'lib ayrilib ketish o'rniga ancha muddat do'stlik munosabatida qolib, bir-biriga bo'lgan hurmatning qadriga yetishini xohlashardi. Demir uni hech kimga, hatto o'ziga ham ishonmaydi. Uni ranjitib qo'yishdan, ozor berishdan on qadar qo'rqadi. Demirga faqat Ferya doim u bilan bo'lsa, tabassum to'la chehrasiga to'yib-to'yib boqsa kifoya. Albatta ular oddiy do'stlardan farq qilishadi. Ikkalasi bir-birini jonidan ortiq ko'rsa ham sevishini aytmay sukut saqlashadi. Feryaning oqshomga kiyib borishga tayinli libosi yo'q. Oxirgi marta bitiruv oqshomida yangi shohona ko'ylak kiygan. Esdalik uchun javonida olib qo'ygandi.
Yong'inda yonib ketganmi yoki berib yuborganmi o'zi ham bilmaydi. Yangasi bilan birga ko'ylak sotib olish uchun do'konga borishdi. Oldin bolalarini dadasining xususiy klinikasiga qoldirib, o'zlari bozorga yo'l olishdi. Semih Feryaning bu hayajonli harakatlarini ko'rib, o'zida yo'q baxtiyor edi. Ichidan koshki dadam bilan oyim ham Feryaning bu xursandchiligini ko'rganida, deb xayol qildi. Ferya do'konda yangasi ko'rsatgan etaklari uzun va keng yoyilib tushgan libosni xush ko'rdi. Kiyinish xonasida kiyib yangasining yoniga chiqdi. Unga haqiqatdan ham juda yarashdi. Ammo Ferya libosni ko'zga tashlanuvchan deb o'yladi. Axir o'zi tanimaydigan insonlar davrasida bo'lsa. Yangasi unchalik uzun bo'lmagan, qora rangli libosni ko'rsatdi. Ferya ham bunisi chakkimas degan ifodada yangasiga qaradi. Buni ham kiyib ko'rdi. Uzun, bo'ybasti, nozikkina beli va betakror go'zalligi sabab nima kiymasin, bari unga yarashaveradi. Libos ma'qul kelib, sotib olishdi. Unga mosoyoq kiyim va sumkacha ham olib, oldin klinikaga, keyin uyga qaytishdi. Ferya to'yga boradigan kuni o'zini g'alati sezdi. Sira ham bunchalik hayajonlanmagan edi. Yangasi, Demir bilan tez chiqishib ketdingiz. Sizlarni ko'rib bag'oyatda xursandman. Ha, yanga, juda yaqin do'st bo'ldik. Shunchaki do'st xolosmi? Demir bilan munosabatlarimiz aynan qanday shaklda ekanligini aniq bilmayman. Faqat bir narsaga aminmanki, uning yonida o'zimni baxtli va xotirjam his qilaman. Mayli kuya, lekin buni sezdirmaslik uchun nega o'zingni buncha qiynaysan? Qo'rqayapman shekilli. Shifoxonaga kelgan kunidan beri orangizda ajratib bo'lmas mustahkam rishta paydo bo'lganini sezgandim. Biroq aziyatli kunlarimizdan keyin baxtli bo'lish menga yotdek tuyulyapti. Nega unday deysan? Baxtga hammadan ham ko'proq ikkingiz loyiqsiz. O'zingga ham, unga ham bu aziyatni ravo ko'rma. Baxtingiz uchun nima kerak bo'lsa, barini ro'yobga chiqaring. Qiziq, u ham menga nisbatan nimadir his etarmikan? His etish deysanmi? Demir senga oshiq bo'lib qolgan. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Xuddi shunday. Qani endi sen tayyorlan. Bugun hurliqo ko'rinishing kerak. Yaxshiyam siz borsiz. Rahmat sizga yanga. Sen bunga loyiqsan. Ferya yangi libosini kiyib hozirlana boshladi. Yuvgan sochlarini oldin quritdi. Odatda pardoz andoz qilmasa ham, o'sha kun ichidan buni xohladi. Chiroyli lablariga qizil lab bo'yog'i surdi. Ko'zlarini ham o'ziga yarashadigan qilib bo'yadi. Tabiatdan dumaloq ko'zlari pardozdan keyin yana ham ko'rkamlashib ketdi. Uzun ko'zgu oldiga borib, o'ziga boshdan oyoq qaradi. Bunchalik ochilib ketishini taxmin ham qilmagandi. Jilmayib qo'ydi va Demirni kuta boshladi. Demir kelishgan bo'lishiga qaramay, bugun o'ziga oro beribdi. Qora kostyum ichidan kiygan oq ko'ylagi va kapalakli bo'yinbog'i yarashibdi. Feryani olib ketish uchun, oldidan kelin kuyovni fotosuratga tushishlari uchun Galata minorasiga olib borib qo'ydi. Mertning eng yaqin do'sti bo'lgani uchun bu vazifani Demir o'z zimmasiga oldi. Galata Istanbulning eng muhtasham manzilgohlaridan biri. Bu yerga Ferya bilan kelishni niyat qiladi. Kelin va kuyovni qoldirib, Feryani olib kelishga sabrsizlarcha oshiqdi. Zinadan tushib kelayotgan Feryani ko'rib, ko'zlariga ishonmadi. Kiygan libos unga juda mos edi. Qo'lidan tutib, mashina eshigini ochib, o'tirishga ishora qildi. Eshikni yopdi, mashinani o't oldirdi. Sezdirmaslikka urinsa-da, ko'zlarini Feryadan uza olmadi. Ferya ham buni his qilar, o'ziga ham xush kelardi. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Homiy Fanozor. Davomi bor. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.